Muhammad Mutavalli Sharoviy rahimahulloh nasihatlari. Agar otang vafot etsa, nasihat ham vafot etadi. Agar akang vafot etsa, o'ng qo'ling kesilganday bo'ladi. Agar onang vafot etsa, nuring o'chadi. Agar singling yoki opang vafot etsa, tabassuming ketadi. Agar do'sting vafot etsa, ko'z nuringdan ayrilganday bo'lasan. Hayot juda qisqa. Uni gina qudrat, adovat, hasad, munofiqlik qilish, qarindosh va yaqinlar bilan aloqani uzishga sarflab yuborish aslo to'g'ri emas. Har bir ish ertaga xotiraga aylanadi. Shunday ekan, tabassum bilan yuring. Yomonlik qilganlarni kechiring. Axir qachon bu dunyoni tark qilishimizni bilmaymiz-ku. Nima qilsin kuyib yongan mo'min mirzolar, safingizga oling meni jonim turnalar.